Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan Fiberlikda qancha daromad topish mumkin shu haqida raqamlarda gaplashamiz. Xo'p, Fiberlikda topiladigan daromadlarimiz men raqamlar bilan yozib qo'yganman. Xo'p, agarda biz Fiberlik kompaniyasiga 1 million so'mgina pul ajrata oladigan bo'lsak, byudjetimiz 1 million so'mgina bo'ladigan bo'lsa, biz u 1 millionli tovarni sotib olib, uni qayta sotish orqali, ya'ni katalog narxida sotish orqali biz 260 ming so'm sof foyda ko'ramiz. 260 ming so'm sof foyda ko'ramiz, chunki kompaniya bizga 26% skidkada bergan edi. 26% skidkaga qanaqa erishishimiz haqida 50 ball yopishimiz kerak. Bu shartda aytib o'tganman sizlarga. Kompaniyamiz chestniligi shundaki, siz agar doimiy ishlab kelgan bo'lsangiz, sizga skidka ko'proq, agarda kamroq ishlasangiz, skidka kamroq bo'ladi. Chunki kompaniyamiz doimiy o'z ustida ishlovchi va nima deydi, muvaffaqiyatli sotuvchilarni taqdirlab boradi inshaalloh. Xo'p, endi qizlar qaranglar. Agarda siz 1 million emas, men 5 million so'm pulni оборот qilaman 21 kun ichida, ya'ni 1 milliondan 1 millionli tovardan 5 tasini sotishga ulguraman desangiz, sizning sof foydangiz bunda 1 million 300 ming so'm bo'ladi. 5 million so'mli tovarni olib qaytadan sotishingiz orqali siz 1 million 300 ming so'm sof foyda ko'ra olar ekansiz. Bundan tashqari kompaniyamizda bilasizlar qizlar, jamoa qurish orqali ham daromad ko'riladi. Jamoa qurish orqali daromad ko'rayotganingizda qizlarjonim 100 ball yopgan masalan jamoangizda siz уже direktorlikni ochdingiz, siz 23% ga chiqdingiz, endi daromadingiz o'z-o'zidan ko'payadi. Bunda qanaqa bo'ladi? Jamoangizdan bitta qiz 100 ball yopdi. 100 ball urdi va u 100 ballni biz 23 ga ko'paytiramiz. Plus 1 ball uchun 10 ming so'mdan beradigan bo'lsa, 100 ballni 10 mingga ko'paytiramiz va uni 23% ga ko'paytiramiz. Shunda bizning o'rtacha oyligimiz kelib chiqadi. Bunaqada bo'lsa, bizda bitta 100 ball yopgan inson uchun bizning o'rtacha oyligimiz 230 ming so'm kelib chiqyapti. Ya'ni biz direktorning 23% ochishimiz uchun bizda unaqa qizdan 30 ta kerak. 30 ta 100 balli qizlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bizning oyligimiz 230 ming so'mdan har bitta jamoadagi liderni shakllantira olganimiz uchun 230 ming so'mdan pul oladigan bo'lsak, unaqa qizdan 30 ta tarbiyalaganimiz uchun sof 6 million 900 ming so'm bizga kompaniya tashab beradi. Undan tashqari biza bir oydagi sotuvimiz daromadi unga qo'shiladi. Ya'ni bizga 6 million 900 ming so'm kompaniya tashab bersa pul, undan tashqari plus 1 million 300 ming so'm bizani o'zimizni sotuvimizdan 5 millionli tovar sotganimizdan 1 million 300 ming so'm sof foydamiz bor. Umumiy hisobda 8 million 200 ming so'm 21 kun ichida daromad ko'ramiz qizlar. Bu raqamlar o'rtacha nima deydi, sizlarga juda katta raqamlarni ham aytmadim, juda kichkina raqamlarni ham aytmadim. O'rtacha hisobda oldim, lekin agarda bu haqida chuqur bilmoqchi bo'lsanglar, biz marketing plan haqida chuqur dars qilganmiz. Shu darsni ko'rib chiqishinglar mumkin. Daromadlar haqida, daromad kelish usullari haqida batafsil yoritilgan. Bu yerda приблизительный summalarni aytib o'tibman. Agarda biz kompaniyadan daromadni ko'paytirmoqchi bo'lsak, yo jamoani ko'paytirishimiz kerak, yo sotuvni ko'paytirishimiz kerak. Jamoani kattalashtirganimizda ham jamoada sotuvni oshirishimiz kerak. Shu orqali bizga faqat oylik daromad chiqadi. Fiberlik kompaniyasi to'lka faqat va faqat sotuvchi kompaniya. Qizlar, shuni unutmanglar. Biz qancha ko'p sotamiz, shuncha ko'p daromad olamiz. Shuning uchun kompaniyaga ko'proq vaqt ajratsangiz, masalan, bir kunda 3 soatdan faqat Fiberlikka kuninglarni bag'ishlasanglar, sizlar daromadinglar ancha oshadi. Chunki 3 soat ichida biz agar reja bilan harakat qiladigan bo'lsak, jamoa uchun ham vaqt ajratamiz. Hamda sotuv uchun alohida ishlar olib borganimiz uchun sotuvdan, jamoadan, o'qishdan ancha daromad topamiz qizlar. Barchaga xayrli kun. Kanalimga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Like, komment kutib qolaman.